Do'stlar, sizlarga zo'r biznes aytaymi? Kuniga 55 mingdan to'la mana shu mashinani olib chiqish mumkin ekan. Arendaga berib qo'ysangiz ham $100 menimcha kuniga arendaga berilsa kerak. Bu mashinani kattaligini qarang do'stlar. Haval M6 mi? M6 mashinasi do'stlar. Biz hozir Haval avtosaloniga yetib kelganmiz. Buxoro shahridagi qolgan ma'lumotlarni opamiz tushuntirib o'tadilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haqiqatan 55 ming bilan olib chiqsa bo'ladimi shu mashinani? Haqiqatan ham olib chiqsangiz bo'ladi, faqat birinchi pozitsiyasini hisoblagan narximizda bu o'zi 3 ta pozitsiyaga bo'linadi M6 avtomashinamiz. Kunlik to'lov 55 ming so'mdan Vlad Avtocity'da joylashgan Haval Buxoro avtosalonidan olib chiqib kelishlari mumkin. Biz hozir Vlad Avtocity shaharchasining Haval avtosalonida turibmiz. Vlad Avtocity'da bekorga yetishmaydi shaharchasi. Bu bitta Havaldan iborat emas. 10 ta dilerskiy avtosalonimiz mavjud. Bemalol kelib Haval yoqmasa Kia olishlari mumkin, Chery, hattoki Dongfeng, Chang'an, BYD'largacha qilib qo'yganmiz. Bemalol kelib, agar Haval yoqmasa qolgan qulayliklardan foydalanishlari mumkin. Buxoro shahrida tashkil etilgan bu Vlad Avtocity. Ko'ryapsizlar, Haval, Kia, Chang'an, Chery hamma avtosalonlar bitta qatorda joylashgan. Xohlaganingizni minib, ko'rib, haydab, qaysi yoqsa bemalol olishingiz mumkin. Biz esa hozir sizlarga Haval avtosalondagi mashinalarni tanishtirib o'tamiz do'stlar. Bo'lmasa, birinchi tashqaridan tanishtirib o'tamizmi, nima deysiz? Tanishtirib o'tsak. U Haval M6. Bu qanaqa model? Bu Haval Julion avtomashinasi. Bu full pozitsiyasi, bu ham 3 ga bo'linadi. Haval Dargo avtomashinamiz bor. Bularning hammasi test drive'ga qo'yilgan, bemalol telefon raqamlarini qo'ydirgan paytda test drive'ga yozilishlari mumkin. Xohlagan modellarni test drive qilib, dokumentlari bilan chiqarib beramiz. Boshqa joyda bunaqa sharoitlar yo'q. Yo'q. Bu yoqda bemalol o'sha olmoqchi bo'lgan mashinangizni birinchi haydab ko'rib, agar yoqadigan bo'lsa, keyin olsangiz bo'lar ekan. O'zi birinchi o'rinda minib ko'rilsa, mashina yoqqandan keyin xarid qilishlari mumkin. Baribir ko'rgan bilan minib ko'rganning farqi bor. Bu yoqda har xil ranglardan bormi deyman? Hammasi har xil rangidan bor. Bular spetsialniy test drive uchun qo'yilgan mashinalar. Julion avtomashinamiz, bu Dargo avtomashinamiz. Bular o'z nomi bor. Yo'l tanlamas deb o'z nomi bilan aytilgan. Chunki Rossiya shaharidan 2008-yillarda bu chiqqan ekan bu mashina. Rossiyani iqlimiga moslashgan bo'lsa, bu Buxoroning iqlimiga ancha-muncha dosh bera oladi degan umiddaman. Xuddi shunday do'stlar, men yaqinda Moskvaga bordim. Moskvada Haval mashinalari juda ko'p, ko'chada ko'rdim. Hayron qoldim, nima bunchalik Haval tanlashadi desam, O'zbekistonda ham endi ko'pchilik tushunib yetyapti. Haqiqatdan odamlarni ishonchini oqlayotgan mashinalardan ekan. Ichkariga kiramiz bo'lmasa. Endi bizni Rossiyadagi kuzatayotgan obunachilar bo'lsa, o'zlari ham bilsalaring kerak. Ko'chalarda Haval mashinasi juda ham ko'p. Xo'sh. Biz salonning ichidamiz do'stlar. Salonning ichi juda qulay, keng, hamma narsa xalqimiz uchun hamma narsani qilib qo'yganmiz salonda. Servisi deysizmi, qulayligi deysizmi, orqa tomonda ko'rib o'tishlari mumkin, hamma komfort mavjud. Servislari bor. Bor. Bu Haval mashinalariga metan, propan qo'ysa bo'ladimi? Bemalol qo'ysa bo'ladi. Metan, propan uchun agar o'zimizga qo'ydirsalar, 5 yilgacha kafolat asosi ostida qilib beramiz. Shu yoqda o'zida ham qo'yib, shu o'zimizda qilinadi. Shu 1 kun, 1 soat ichida agar olib chiqsalar, qo'yib beriladi. Bu qanaqa model? Bu Haval M6 modeli. Bu ko'chada ko'rgan modelimiz. O'sha 55 mingligida qaysi? Kunlik. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Buni aytib o'tish kerak. 3 ta pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi 249 million 900 dan boshlanadi. Ikkinchi 279 million 900 gacha bor. Bu avtomashinamizni birinchi pozitsiyasi mexanikani sevuvchi mijozlarimiz uchun bo'ladi. Mexanikani sevuvchi mijozlarimiz uchun birinchi pozitsiyasi mexanik. Bular avtomat, ikkinchi pozitsiya. Bu ikkinchi pozitsiya avtomat. Bemalol ko'rishlari mumkin. Balonlari o'zi shunaqa, avtosalon kesildi o'sha joy. Salondan, zavoddan shtoqa chiqadi. Zavoddan xuddi shu yumshoq balonlar bilan chiqadi. Hech qanaqa almashtirishadi? Yo'q, almashtirmaydilar. Agar lekin almashtiriladi-ku olgandan keyin. Bularda o'zi shunaqa yumshoq balonlar chiqadi. Shunaqa yumshoq balonda chiqadi. Agar xohlasalar, shu ham yoqmasa, o'zimizda diskalarni almashtirib olishlari mumkin. Shunaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Aksessuarlarigacha servis xizmatimizda qo'yilgan. Endi Haval o'sha
avtosalonlari ko'p O'zbekistonda. Bu yoqqa kelishiga qanaqa bir sabablar bor? Misol uchun nima bonuslar qilib beriladi? Bonuslarga keladigan bo'lsak, xohlagan 10 ta sovg'alarni qo'yamiz, bonuslarni qo'yamiz. Yaqinda yana katta yangilik qilmoqdamiz. Xarid qilgan odamga polniy lyuk qilib beramiz. Kiyinishlari uchun polniy lyuk qilinib beriladi. Mijozlarga kiyim ham qilib beriladi. Qilinib beriladi yaqinda. Krugovoy tonirovka deydilarmi? Polik deydilarmi? Parok deydilarmi? Qilib beramiz. Undan tashqari 12 ta viloyatdan keladigan mijozlarimiz uchun ozgina ishlari cho'zilib qoladigan bo'lsa, short spravkada qiynaladigan bo'lsalar, gostinsalarni ham o'z ichida qilib beramiz. Mehmonxona ham ichida. Da. Boshqa viloyatdan keladiganlar uchun. Da, shunaqa. Ovqati ham. Ovqati ham ichida. Mana nima uchun hamma Buxoroga kelishyapti, bu yerda klientlar shunaqa sharoitlar qilib qo'yishgan. Boshqa avtosalonlarda bunaqasi yo'q. Xohlasalar agar ba'zi payt ozgina cho'zilib qoladigan bo'lsa, Buxoroni eng zo'r joylarini aylantirishimiz ham mumkin. Aylantirish xizmati ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Xohlaganlar uchun. Like bosib qo'yinglar shu joyiga. Bu yoqda qanaqa modellar turibdi? Bu avtomashinamiz Haval M6 bo'ldi. Endi bu ayollarimizni erkato'yi bo'lib ulgurgan Haval Julian avtomashinasi. Nimaga aynan ayollarimizni sevimlisi deyishimga qaramay, bu Julian avtomashinamiz o'zini o'zi avtoparkovka qila oladigan funksiyasi bor. Da, buni o'zimiz, men shaxsan o'zim minib, test drive qilgan paytim o'zim guvohi bo'lganman. O'zini o'zi avtoparkovka qila oladi, da. Gap yo'q. Ayollar uchun juda ham qulay, tor joylarga kelib qolganda bitta joyda belgilaysizlar, xuddi o'sha joyda o'ziga parkovka qila oladi. Parkovka qiladi. Bu o'sha tashqarida turgandami? Ha, bu test drive'ga qo'yilgan yo'l tanlamas. Bu avtomashinamizning 8 ta rejimi mavjud. Bu deganiki, qumlida ham, suvlik yo'llarda ham, chuqur bo'ladimi, toshni ham даже sezmay o'tib ketaveradi. O'sha uchun buni spetsialniy toshni ustiga chiqarib qo'yganmiz. Toshlarda yuradi degan ma'noda. Bu bilan tog'ga, aylanishga, masalan, bizning shaharda To'tako'l degan joy bor. O'sha yerga ketgan vaqtda bemalol videolarni ko'rishlari mumkin, videoga ham olib qo'yganmiz. Ko'rinishi juda ham derskiy. Hozir o'zimizning ko'chalarda ham juda ham ko'paygan bunaqa mashinalar. Shunga qaramay, ichi ham juda ham komfortli ekan. Da, komfort, da. Juda ham kirib ko'rishlari mumkin. Ichini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Buni ichini bezab o'tirmaysiz. GM mashinalariga qarab 3000 ta, 4000 ta rasxod qilib o'tirmaysiz. O'sha shunaqa bezaklar bilan keladi. Rasxod yo'q. Monitor ikkitami deyman o'zi ham. Katta ikkita monitor qo'yilgan. Bu detskiy rejimlari bor. Buni ichida muzlatkichi bor, звукоуправленияsi bor. Muzlatkichi ham bor. Gap yo'q. Orqasini ochib ko'rsataman hozir. U yerda rozetkasi ham bor. Bemalol to'ka 224 dan foydalansa bo'ladi. Shunaqa. Keyin bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu bilan chiqqan paytingiz charchadim deb o'tirmaysiz, chunki bunda massaj sideniyasi ham mavjud. Massaji ham bor. Da, massaj siden bemalol dam olib, maza qilib ketadilar. U juda qimmat premium klassdagi mashinalarda o'zi bo'ladi. Massaj funksiyasi bunda ham bor. Mana shu mashinaning narxi qancha? Bu o'zi qimmat ko'rinsa-da, ba'zi bir inomarkalardan ko'ra, temir tursaklardan ko'ra arzonroq 399 million 900 ga beramiz. Naqdga olsalar agar. Buni nechta pozitsiyasi bor? Buni ikkita pozitsiyasi bor o'zi. Birinchi pozitsiyasi 399 million 900, ikkinchi pozitsiyasi 430 million. Unchalik farq qilmaydi. Keyin bu avtomashinamizni o'z tannarxini bo'ylab to'lashga qo'yganmiz. 48 oyga bemalol rassrochka asosida olishlari mumkin. 4 yil bo'lib to'lasa bo'ladi. Qancha bilan chiqadi mana shu mashinani? Eng arzon, eng kam 3,5 million, 3 million 900 dan chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lovchi? Boshlang'ich to'lov 50, 55, 60 shunaqa bo'ladi. 50, 55, 60 million puli bo'lsa, olib ketsa bo'ladi. Yo'q, boshlang'ich to'lov foiz. Foiz. Da. Orqasini ham ochib ko'raylik bo'lmasa. Bemalol kelsin. Balonlarni ham shu orada ko'rsatib o'tish kerak. Balonlari, diskalari shunaqa o'zi zavoddan shunaqa keladi. O'zi balonlari ham juda ham zo'r chiqqan ekan, yumshoq. Bu avtomatik ochiladi o'zi. Yopilishi ham shunaqa knopka bor. Yopilishi agar qo'lingizda sumkangiz bilan bo'lasiz-ku, kissangizda pulti bo'ladi. Pulti bo'lgan vaqtda shundoq oyog'ingizni mana bundoq qilib tagidan o'tkazasiz. Shundoq o'zi yopiladi ham, o'zi ochiladi ham. Bu shunaqa funksiyasi bor. Yopsa bo'ladi. Da, knopkada ham yopsa bo'ladi. Keyin ko'rsatib o'tish kerak. Zapaska balonlari bor. Zapaska baloni ham bor. Bu 2 turbinalik mashinamiz bo'ladi. O'sha uchun bunga propan qo'ydirsalar bo'ladi, lekin metan qo'ydirmaymiz.
Faqat propan qo'ysa Bu bo'ladi. chunki 2 turbinalik mashinamizda. Atmosferniy agar M6 ga qo'yaman desalar, M6 avtomashinasi boshida ko'rsatgan mashinamizga unga metan ham, propan ham qo'ydirsa bo'ladi. Bu turbina hozir oyoq bilan bunday qilsa yopiladimi? Pultini olish kerak. Ha, pul qo'yish kerak ekan, bo'ldi. Ha, knopka bilan yopib ko'ramiz bo'lmasa. Gap yo'q do'stlar. Hammaga shunaqasi nasib qilsa, endi qolgan mashinalarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Haval Julionni ham ichini ko'rsatishimiz kerak. Ha, buni ham ichini ko'rsatib o'taylik bo'lmasa. Bemalol u tomondan o'tirib ko'rishingiz mumkin. Ayollarga ham, erkaklarga ham bir xil. ketaverar ekan. Kelinglar do'stlar. Bu BMWlarga o'xshab mana bunaqalari bor. Lipistoklarida rejimlarni boshqarsa bo'ladi. BMWda bo'lardi. Bu hozir yonmagan, pulti yo'q. Ha, mana yondi. Mana bu yerda svetodiotlari bor. Har xil svetlar yonib Bu ham turadi. zvuk управление bilan ishlaydi. Panorama tomi bor. Bunda panorama bo'ladi. Oddiy luk emas. Keyin buni shaybada boshqarasiz. Skorostiga o'sha Skorostini shaybada boshqarasiz. O'sha men aytgan joy mana bu yerda avtoparkovka, parkovkasi chiqadi. Parkovkani bosgan joyda parkovka bo'ladi. Belgilanadi. Ikkita monitor bor. Bitta yoqib ko'ryapti. Mana. Gap yo'q. Bemalol mana bunda lipistoklarida ko'rsatishim head-up display bor. 3-pozitsiyasida faqat. 3-pozitsiyasida head-up display bor. Mana bu yoqda kilometrni ko'rsatib turadi, necha kilometr tezlikda ketganingiz hammasini. Keyin adaptive cruise control bo'ladi. Cruise controlning o'zi bo'ladi. Buni biz test drive qilganimizda bildik, что o'sha oldindagi mashinani oladida, o'sha bilan birga u qanday tezlikda borayotgan bo'lsa, u ham shu tezlikda boradi. O'sha rejim yoqib qo'yiladi. Oldindagi mashina 70 ketyaptimi, bu ham 70 ketadi. 100 ketsa 100 ketadi. 50 ga tushdimi, bu ham 50 ga tushadi. O'sha masofada ketaverar ekan do'stlar. Mana bu yerda kofelarini, suvlarini, ayslatillarni qo'yib ketsalar bo'ladi. Mana kalit. Kalit. Ikkita bo'ladi kaliti. Bittasi yitirgan paytlarida ham buni yo'qotgan paytingizda ham bittasi turadi. Mana bu yerda quvvatlagichi tez quvvat beradi. Qo'yib qo'yasiz, iPhone uchunda endi. Yo'q, Samsung uchun ham bo'ladi. Samsungni ham oladi bu. Gap yo'q. Muzlatgichlarni ham ko'rsatish kerak. Bunda ham bormi muzlatgich? Yo'q, bunisi yo'q. Uchinchisida bo'ladi. Uchinchisida bor ekan. Bu nechinchi pozitsiya? Bu ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya. Bunda 360 kamerasi ham bo'ladi. Bu 360 bemalol 360 kamera bilan. Bemalol bu yoqda o'zidan kuzatib turasiz. Tagini ham ko'rsatsa kerak. Yo'q, u 540 likda. Yon tomon, tepadan, hamma joydan, orqadan, oldi, chetlari, hamma joyi qanday parkovka qilishdi. Hamma tarafdan kuzatib boshqarsangiz bo'ladi. Boshqarsa bo'ladi. Yo'lni ko'rsatadigan joylari bor. Mana orqa tomonni kamerasi. 360 kamera. Bemalol kelsalar bu avtomashinamizni ham oylik to'lovini 2,5 million so'mdan qilib chiqarib beramiz. 48 oygacha buni ham рассрочкаga o'z nomlariga chiqarib beriladi. 2,5 milliondan chiqadi oyiga. Gap yo'q. 2,5 milliondan bo'lsa, bemalol hamma ola oladigan imkoniyat bo'libdi. O'z oldinlari bu mashinalar juda qimmat bo'lardi. Bunaqa mashinalar 7 million, 8 million, 10 million chiqardi. Hozir 2,5 million ayollar ham bemalol o'zlari ishlab, o'zlari to'lasa ham bo'lar ekan. O'sha shaharda bu mashinamizni ancha-muncha erkaklar ham, ayollar ham hammani erkatoyiga aylanib bo'ldi bu mashina. Juda chiroyli chiqqan ekan o'zi ham, ha? Uni ichki salonlarini rangini o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Qora desangiz qora, shunaqa bejli, apelsinoviy rang desangiz apelsinoviy rang, usti bo'lsa qora bo'lsa, ichi shunaqa bo'lsa bo'ladi. Xohlagan rangni topiladi. Xohlagan rangini topib beramiz. Qizil bo'lsa qizil. Bu seriya rangimiz. Bir xil ekan ikkalasi, rangi boshqacha. Bu faqat 3-pozitsiyasi. 3-pozitsiya. Bu qanaqa model? M6 ekan. Bu M6 avtomashinamiz. Boyagi 55 minglik kuniga to'lov deganimizda nechinchi pozitsiyasi? Bu birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi. Bilmadim. Ko'ring. Ha, birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi. Xuddi shu mashinani do'stlar 55 mingdan kunlik to'lovini to'lab olsanglar bo'ladi va haydasanglar bo'ladi. Ichida ko'rsatayım, mexanika bu. Mexanikani sevuvchi mijozlarimiz uchun
ko'pchilik mexanikani yaxshi ko'rishadi. Oldindan o'zi mexanika mashina haydab kelganlar avtomatga uncha qiziqishmaydi. Ha. Bu yo'l tanlamas. Xuddi shunaqa mexanika do'stlar. Mexanika shunaqa zamonaviy mashina xohlaganlar uchun monitorni ko'ryapsiz, juda ham katta. 240 ga chiqar ekan tezligi. Gap yo'q. Bunda ham o'sha ikkita kalit. Bularda ham demak, bularda lyuk yo'q ekan, ha? Yo'q, birinchi pozitsiyasida lyuk bo'lmaydi. Kelib ko'rishlari mumkin. Buni Bularda ham zapaska zapaska bo'ladi. Bunda ham zapaska bo'ladi. Bunga propanni o'tkazadilar. Bu mashinamiz M6 ga ehtiyoji juda ham katta shaharimizga kelgani bilan ketadigan mashina bo'lgani uchun bunga yaqinda metan qo'yiladi, o'sha uchun chiqarib qo'yilgan bolalar. Bunaqa mashinalarni endi mijozlar juda ham ko'p bo'ladi, chunki bahaybatligini qarang buni. Bu mashinamizni ham 48 oyga рассрочкаga xarid qilishlari mumkin bemalol. Kelib, bonuslari deydilarmi, bonuslari desa, bonuslarni 10 barobar ko'p qilib, xohlaganlaridek qilib chiqarib, xalqimiz uchun Haval Buxoro avtosaloni hech qachon tinmaydi. Gap yo'q. Rangi ham shunaqa qora mashinani olsanglar, tonirovka qilib, xuddi 500-600 millionlik mashinani vidini beradigan mashina. Xo'sh, manzilni tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz Buxoro shahar, Karvon chorrahasidan o'ngga qayrilganda Prezident rezidensiyasi ro'parasidagi Vlad Auto City'da joylashgan Haval Buxoro avtosaloni. Kutib qolamiz. Kelaverasizlar, telefon nomer qo'yib qo'yamizmi? Telefon nomer qo'yamiz pastga. Qo'yamiz pastda, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Boshqa viloyatdanmisiz, Qashqadaryo, Surxondaryo yoki Toshkent, Vodiy, Xorazm kelaverasizlar. Mehmonxona bepul, ovqat bepul, Buxoroni bepul. Kiyinishi ham. Buxoroni aylanish bepul, hattoki mijozlar uchun kiyimni ham yo'lga qo'yyapsizlar. Qachondan endi magazin Xudo xohlasa, endi u xarid qilganlarda bu haftadan boshlanadi bu narsa. Ulgurib qolishlari kerak. Xarid qilgan mijozlarimizning ism familiyasi yozib olinadi, barabanda aylantiriladi u ham. Shunaqa. Barabanda aylantirib, kimniki chiqsa o'sha kiyim kiyinadi. 3 kishiga shunaqa qo'yilgan. Gap yo'q. Kiyimli ham bo'lib qolishlari mumkin. Qimmatidan. Eng qimmatdan boshdan oyoq kiyimli bo'lib qolishlari mumkin ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Videoga like bosamiz, kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz va do'stlar, 55 ming so'mdan kimga mashina kerak bo'lsa, shu videoni o'sha yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. O'sha yaqinlarga olib qolsa, sizlar ham qo'shilib oldida minib yurasizlar o'sha mashinaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.